Lopnur Kölü elimiz Şinjan'ın şarkı janubiga joylashgan. Bu yer sharning quluqi. Shundaqla halokat dengizi deb ataladi. Lopnur Kölü aslida Jungoning ikki cho'ng ikki quruqliq daryosi edi. Ammo 20-asrda qurib ketgan. Kiroran Jungudagi ta'siri intayin zo'r rivoyatli qadimiy davlat. U Lopnurning g'arbida, Han sulalasi davrida Kiroran Lopnur Kölü bilan yiroq yaqinga donglik edi. Lekin keyin Tarim daryo yo'lining o'zgarishi bilan sirliq Kiroran yo'qolib ketgan bo'lib, Kiroranga nisbatan aytganda mavjud bo'lib turish va yo'qolib ketish Lopnur Köliga bog'liq edi. 20-asrda Lopnur qurib ketgan bo'lsa-mu, bu joyning eng dastlabki qiyofati saqlanib qolgan. Shunga bu joy alohida darajalik sayohat rayoni qilingan. Nima uchun uni alohida darajalik deymiz? Lopnurning kirish bileti 3500 yuan. Chet ellik xodimlarga 300 ming yuandan to'g'ri keldi. Uning kirish biletidilla uning qanchalik qimmatli rayon ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Shunga haqiqiy ko'rib huzurlanganlar to'liq oz. Ammo haqiqiy ilgari ko'rib boqqanlar cho'qim Kiroran bilan Lopnurdan rozi bo'ladi. Garchi Lopnurda ilgirki hayvatlar yo'qolgan bo'lsa-mu, ammo Lopnur rayonida yana bir yepyeni energiya manbasi bayqilib, Lopnur Köli biroqla halokat dengizidan umid shahriga aylandi. Ba'zi mutaxassislar Lopnur rayonidan qimmati 800 milliard yuanga yetadigan 300 million tonnaga yaqin kaliylik tuz zapisini bayqadi. Bu afzallikka tayinib Lopnur Köli qaytadan qad ko'tarishga oz qoldi.